ko'pchilik YouTube orqali ochlik bilan davolash yo'lini aytib chiqqanimizda o't qobida toshlarni tushirishdan juda ko'pchilik telefonga qilib ma'lumot olishga, qanday tushadi o'tdagi tosh, qancha vaqtda tushadi, qaysi yo'l bilan tushadi degan savollar ko'payib ketyapti-da. O'sha savollarga javoban mana bugun yonimizda turgan yigitchani o't qobidan toshlar tushdi. Toshlar tushish jarayoni, beriladigan giyohlar, malham va soklar ta'sirida o't qobidagi toshni eritib, asta-sekinlik bilan tushiradi. Bu giyohlar bir xil ta'sir yo'lni kengaytirib ochish bo'lsa, ikkinchisi ta'siri o'sha toshni eritish, uchinchisi ichaklardan ishni surib tushirish, to'rtinchisi odamni to'q saqlash. To'rtta vazifani bajaradigan giyoh yordamida tushirdik. Xo'sh, ikkinchi, uchinchi kunlardan boshlab barcha kasallarda kimlardir 3-4-kunda, kimlardir 5-6-kunda ichidan yashil, zangor, ya'ni qurbaqaning axlatiga o'xshash yashil rangli axlat keladi. O'sha axlat chiqayotgan paytida orqa chiqaruv kanali o'ta kuchli achib, og'riq berib chiqadi. O'zi suyuq narsa nega achib chiqadi. Qattiq toshlar esa axlat bilan tushayotganda to'pir ichiga ketib, to'g'rimi? Shunday tushdimi? To'pir ichiga tushib ketadi. Kimdadir tushish vaqti 5-6-kunlarda, kimdadir 10-kunda, mana bu kishida 18-19-kunlargacha tushib tugadi. O'z apparatda ko'rganimizda og'riqni deydi, toshlar mutlaqo chiqib ketgan, o't qobi to'liqcha toza bo'lgan. Chiqish yo'li axlatga, ingichkacha o't qobi erib chiqadi toshlar va axlat orqali, to'g'richa orqali tashqariga chiqib ketadi. Men Qurbon Yunus. Yoshim 37 da. Navoiy viloyati Xatirch tumanidaman. O't bo'yicha, tosh bo'yicha, o'tda tosh bo'yicha 1 yildan beri azobga yurdim. Ko'p joyga murojaat qildim. Bordim. Sariqqa ketibsan, sariqlikka tekshirtirdingmi? Tekshirtirdim sariqlikka. Ha, sariqlik ham chiqmadi o'qib. Gepatit nimasi chiqmadi. Ha. Keyin tosh bor dedi, o'tingda tosh bor dedi. Ha. Keyin boshqa joylarga murojaat qildim. Hozir natija yo'qda. Keyin men Xudoga shukr sizga keldik. Siz davolaysiz. O'tda tosh tushdimi? Tushdi. Ko'rdingmi ko'zing bilan? Ko'rdim, 20 kundan beri. Ishdan achchiq bo'lib keldimi axlat bilan? Shunday achchiq bo'lib, yashil rang. Yashil bo'lib. Necha kun tushdi? Kechagacha tushdi. Agar sizning sog'lig'ingizda mana shunday muammolar bo'lsa, Sher hayot shifo klinikasiga murojaat qiling.